Demak, qadrli do'stlar, bugun sizlar bilan birinchi darsimizda alifbo, ya'ni ingliz tili alifbosi haqida ma'lumot olamiz. Bugun faqat sizlar bilan o'sha alifboning harflari bilan tanishib o'tamiz. O'qilishlarini esa keyingi darsimizda ko'rib o'tamiz. Ingliz tili alifbosida 26 ta harf bo'lib, ulardan 21 tasi undosh, 6 tasi esa unli. Sizda savol kelishi mumkin, 21 taga 6 tani qo'shsak 27 ta bo'ladi-ku degan. Lekin ingliz tilida y harfimiz ham unli, ham undosh ma'nosida keladi. Demak, boshidan ko'rib kelamiz. A harfimiz o'zbek tilidagi A harfimiz ingliz tilida A deb nomlanadi. Apple olma, B backpack sumka, C cake tort, D duck o'rdak, E elephant fil, F fish baliq, G grapes uzum, H hat bosh kiyim shlyapa, I igloo. Bunda o'sha igloo qordan qurilgan uycha degan ma'noni beradi. Jack in the box, G harfi Jack in the box. Qutili o'yinchoq. K kite varrak, L luggage yuk bagaj, M mototsikl, N nest uya in uycha, O orange apelsin, pig cho'chqa, P harfi pig cho'chqa, Q harfimiz quarter chorak, R harfimiz roller skate rolikli konki, S harfi starfish dengiz yulduzi, T harfimiz tent chodir, U harfimiz umbrella soyabon, V harfimiz van furgon, W harfimiz wheelbarrow aravacha, X harfimiz xilofon Y harfimiz yield kelgan, bu yo'l bering degan ma'noni beradi, yield. Va so'nggi harfimiz Z. Zipper degani adabiy tilda fermuar degan ma'noni beradi. O'zimizda shevamizda esa zamok degan ma'nolarni beradi, zamok. Demak, siz quyidagicha yodlashingiz kerak. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Demak, darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.